Bola parvarishlash davrini mehnat stajiga qo'shish taklif etilmoqda. 23-dekabr Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Xalq demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga hamda O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Qonun loyihasida boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini to'lovlarni marhumning qaramog'ida farzandlariga ular 18 yoshgacha agar umumiy o'rta ta'lim muassasasi, akademik litsey va oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan bo'lsa 23 yoshga to'lguncha qadar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'lash nazarda tutilmoqda. Shuningdek, bolalikdan nogironlik bo'lganlarga 18 yoshgacha qaragan davrini ish stajiga qo'shib hisoblash, bolani parvarishlash vaqtincha hammasini jamlangan kupi bilan 6 yillik davrini ish stajiga qo'shib hisoblash belgilanmoqda.